Toshkentda ham hamma katta qurilishlarni turklar qilyapti. Birinchidan arxitektura moshni. U yerda 4 ta unaqa bo'lgan-ku, imperiya bo'lgan. Sivilizatsiyalar bo'lgan. O'sha 4 ta narsani ko'rasiz. Har xil arxitekturani ko'rasiz, davom etayotganini ko'rasiz. Unikalni ko'chalar bor, unikal. 100 yillardan beri turgan, yashayotgan uylar bor. Hozir ham ishlayapti, otel bo'lib, butik bo'lib, uy bo'lib yashayotgan joylar bor. Keyin выставкаlar juda ko'p. Выставка. Endi har safar borganimda, agar bir o'zim borsam, обязательно 2-3 ta выставка boraman, boshqa shaharda boraman. Ular qurilishda peshqadam dunyoda. Masalan, Toshkentni, qancha Yevropani, masalan, proyektini angliychalar yoki yaponlar qiladi, qurilishini turklar qiladi. Ko'pincha shunday. Bular o'sha qurilish xizmatini eksport qilib bildida, opit juda katta, injenerlari bor, texnikani ishlatishni biladi, tez qurishni biladi. Masalan, Toshkentda ham hamma katta qurilishlarni turklar qilyapti. O'sha nechta neboskrob bo'lsa, hammasini turklar qilyapti. Ishchilar, balkim o'zimizning ishchilar, balkim emas, aniq o'zimizning ishchilar, yoki injenerlar turklar. Rivojlangan uslugani eksport qiladi ular. Keyin qurilish industriyasi juda rivojlangan. Bir Istanbulning o'zida 100 dan ortiq lift ishlab chiqaradigan joy bu. 100 dan ortiq. Masalan, eshik deysizmi, plastmassa deysizmi, o'sha qurilishga nima kerak, hamma narsani ishlab chiqaradi. Juda zo'r kafel sotadigan joylar bo'lsa, borasiz, har safar qurilishdan bir narsa ko'rib kelaman.